million! Omonxon! 3 million! Qayoqqa bunaqa qildi? Nima bilmayman shunaqa qilishni, lekin hammaylar. Voy, va! Voy, bular shuning ozgina qoldi, va! No! Omonxon 3 million! Bo'ldi do'stlar! Voy, bular! Ichim ketdi. Va bilasizlarmi, nimaga men 3 million omonishini bunaqa bir oddiyroq qilib nishonladim? Kimdir shu haqida o'ylab ko'rdimi? Qani qolgan blogerlar, Omonxon bitta o'zing etsan deb chatga yozishyapti-da. Bu nishonlash emas 3 million obunachi. 3 million bunaqa nishonlamaydi. 3 million obunachini yaqinda fan stresi qilamiz. Juda ham katta sahna oldim. Kerak bo'lsa, o'z atiga 500 tagami, 1000 taga eng ko'p pul mo'ljallangan joy bo'lsa, men o'sha 3000, 4000, 5000 kerak bo'lsa 10 ming odam yig'moqchiman. Va hammani chaqirib, Omonxon aktivi qanaqaligini va onasini emsi mana shu 3-4 yillik mehnatni mevasi qanaqa bo'lishini ko'rsatmoqchiman. Men nafaqat tipa qichib bolaligimni ham maqtamoqchiman. Men rostdan ham o'zbek mediasida hech qanaqa katta pulsiz va shunchaki mehnat va harakat orqasidan shunaqangi bir katta marralarga erishish mumkinligini o'zim uchun va o'zbek yoshlar uchun isbotlamoqchiman. Prosta ko'zinglarning oldida bitta bo'lish shu narsaga ishondim.